Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir ayol qiz tuqqanligi uchun eri undan arazlab yurganmish. 5 oydan beri yashamayman deb arazlab Rossiyada yurib degan. Gapirmasmish. Ota-onasinikiga borishga ruxsat so'rasa ham ruxsat bermaydi, gapirmaydi va qaynonasi ham ruxsat bermayapti ekan. Endi bu ayol shularga ruxsatsiz ota-onasini ko'rgani borsa gunohkor bo'ladimi? Qadamiga gunoh yoziladimi debdilar. Haqiqatda bu oldin javob bergandik, bu masala o'ta ketgan johillik. Bu Makka mushriklarining zamonidagi ish. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Ila bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatara'a min al-qawmi min su'i ma bushira bih." Agar birlariga ayol qiz farzandli bo'lding deb xushxabar berilsa, g'amga botib ketadi. Bunga berilgan xushxabardan yomonlikka tushganidan odamlardan berkinib yuradi degan. Johilona Makka mushriklarining odati bu. Bunaqa yerda o'zi yaxshilik yo'q. Bir shu ayoli qiz tuqqanligi uchun 5 oydan beri unga gapirmay yurgan erkak, bunaqa erkak o'zi erkak emas. Bu erkakda yaxshilik yo'q. Avvalambor men ikki tomonni gapini eshitmasdan gapirayotganligim uchun aslida uzr so'rayman, lekin men hozir faraz qilaylik shunday bo'lsa degan ma'noda gapiryapman. 5 oydan beri shunaqa qilib yurgan bo'lsa, bitta shu masala uchun bu mutlaqo musulmonni ham oddiy bir erkakda ham ish emas bu. Bu Allohning qadariga e'tiroz, aynan bu ayolga emas. Chunki bu ayol nima qilyapti? Hech narsa qilmayapti. Bu ayol tug'ib beryapti. Alloh yaratyapti. Mutlaqo bu aqlsizlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: eng qiyomatda azobi qattiq bo'ladiganlar kim ular? Shularning biri 3 ta toifa deb, mubtag'in fil islam sunnatul jahiliyya. Islomda turib johiliyat yo'lini istaydigan odamlar deganlar. O'zi musulmonman deydi, islomda turibdi, yana johilona yo'llarni istaydi. Mana shunaqa gaplarni qiladi. Bular haqiqatda yomon azoblanadigan insonlar deganlar. Endi savol xulosasiga qaytadigan bo'lsak, bu holatda er zolim ayol kishiga ruxsat bermaydigan bo'lsa, ayol kishi ma'ruf bilan ota-onasining izniga ko'rib o'sha ota-onasining ziyoratiga borsa bo'ladi. Ya'ni insof bilan. Bunaqangi holatda bu erkakni gapirmay yurganligini o'zi ayolga zulm va bu orada ruxsat bermasligi yana zulm. Shuning uchun ayol bunda bu ruxsatiga qarab o'tirmaydi. Al-badi va azlam. Zulmni boshlagan o'sha zolimroq deyiladi. Faqat hayot bunaqa bo'lmaydi. Shuni tushunib olish kerak. Bu hayot emas. Buni hayotni bir yo'l qilish kerak. Bu yo'l erkaklik qilib yashaydi. Allohning qadariga taslim bo'ladi. Qiz farzand bo'lsa qiz, o'g'il bo'lsa o'g'il. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa erkakda yaxshilik yo'q. Bunaqa erkakda yaxshilik yo'q. Aslida yani inson ayol ham, erkak ham o'ziga unaqa zulm qilmaslik kerak. Ular bir-birlarining haqlarini shu darajada ado qila olmaydigan holatga kelsa, Alloh gunoh yo'q degan bular ajralishligida. Fa in khiftum alla yuqima hududallohi fala junaha alayhima fima iftadat bih. Qo'rqsanglarki agar er-xotin bir-birining haqlarini ado qila olmaslikdan gunoh yo'q. Ikkalasi ham ayol agar fidya to'lab bo'lsa ham ajrashaman desa, ya'ni xuluq qilaman desa ham degan. Mana shu narsalarni tushunib olish kerak. Er-xotinlikdan maqsad Alloh taolada aytganidek, "Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." O'rtalangizda mehr va rahmat qilgan. Shu narsa yo'qmi? Er-xotinlik yo'q degani. Er-xotinlikning nomi emas shariatda. Al-ibratu bil maqasid la bis suwar wal mani. Shariatda qoidalarda hamma narsani e'tiborda maqsadga qarab inobatga olinadi. Narsaning surati uni hukm bermaydi hech qanaqa. Bunaqa nikoh ham hozir nikoh surati. Hech qanaqa hukm bermaydi. Ayol mana tabiiyki ma'siyatga majbur bo'ladi. Ayol ham bir joyga chiqaman deydi, u ham bir narsa qilaman deydi. Va har narsani qilaman deganda bu er tumtayib yuraversa, qiz tug'ib berding deb qanaqa hayot bo'ladi bu?
va erkak yerda Alloh haram yana nima qilib yuribdi, qisqotingni bahona qilib. Shuning uchun bu narsani islom yo'li bilan hal qilish kerak. Yashab bo'lsa yashashlik, unaqa yerdan voz kechish kerak bo'lsa voz kechish ham kerak. Illa qachon ayoli shunga roziman, men shunaqa hayot kechsa, o'zini haqqini soqit qilsa o'zini haqqi. Unda ayolning haqqi bo'ladi. Vallohu alam.